Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun Xudo xolasa mana yana ijodiy xizmatdamiz. Xalqimizni yaxshi kunlarda to'y tantiradamiz. O'sha ustozimiz O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Mehrixonim Abdullayeva bilan bugun yana xalqni xizmatdamiz. Ustozimizdan ikki og'iz intervyu olamiz agar bizga vaqtlari bo'lsa. Opam mana Xudo xolasa chiroyli dam olyaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ustoz salomatmisiz? Xudoga shukr. Charchama. Ijodiy safarlar yaxshi o'tdimi? Judayam zo'r o'tdi. Shunaqa bilasizmi, bu mana shu may oyi, aprel oyi judayam xursandchilik oylar bo'ldi. Quvonchli kunlar ustiga quvonchli kunlar. Samarqandda safarda bo'ldik. Samarqanddan kelib Tojikistonga bordik. Tojikistondan kelib Qirg'izistonga bordik. Hamda bu yil yana mana shu aprel oyida san'at va madaniyat fidokori ko'krak nishonini ham olishga muyassar bo'ldim. Judayam men uchun yillarning boshlanishi, bahor oylarining boshlanishi judayam bir mazmun o'tyapti degan niyatdaman. Yaxshi. Yana bir bor yangi unvonlar, yangi marralar muborak bo'lsin ustoz. Ijodingizga omad tilaymiz. Bugungi Pop tumanidagi xizmatimiz haqida qisqacha bir ma'lumot bersangiz. Bular bu xonadon juda ham qadrdon. O'tgan yili ham albatta kelganmiz. Kelganimdan bu xonadonga kelib, shu yaxshi kunlarda, xalqimizda chiroyli kunlarda shu qadrdonimizni xonadonlar to'yda bo'lganmiz. Mana Xudo xolisa ikkita nevarali bo'libdilar. Mana bu yil yana bir o'g'illarni uylayapti. Komiljon ukamizda, Mavluda G'ajonovning xonadonlaridamiz. Ilohim yoshlarimiz baxtli bo'lsin deymiz. Juda ham mana shu to'ylarimiz boshlanishi yaxshi. Inshaalloh o'ylaymanki, albatta chiroyli xizmat qilib, bu xonadonni yana ko'ngillarni olamiz degan niyatdamiz. Salomat bo'ling ustoz. Rahmat, sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xalqning yaxshi kunida ijodiy xizmatda bo'lamiz. Sizlar bilan birgamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat. Sizlar bilan birgamiz.